Assalomu alaykum. Asiya fasad klinker ishqibozlari. Mana xudo xolasa navbatdagi uyimiz. Reykalar to'qilib, xudo xolasa mana so'kinlarni urishyapti ustalar mana. Xudo xolasa bu lak sepilmagan holat, lak sepilsa juda chiroyli holatga o'tadi. Mana tunuka fonlardan qo'yib ustiga bekiladi. Mana shundan plitkalarimizni qotirib ketaveradi mana. Reyka to'qiladi. Devorimiz notekis, mana xomg'ish. Orasiga xolaganlar stiglavata qo'yib bersa ham yaxshi bo'ladi orasiga. Mana pina blok, mishlaka blok, mana zardivorlarimiz. Mana urish ham shart emas mana zardivorda. Ochiq holatda plitkamiz yopib tashlaydi betlarni. Mana shu turishda to'qilib, xudo xolasa chiroyli holatga o'tadi. Bu plitkalarimizni O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastlabki qilib beraveramiz. Har xil turda, har xil ranglari bor. Bu biznesga qiziqqan kelganlarga qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Kelib yotib urgan kelishlari mumkin. Mana bu yerga oq sho'pi mokri setdagi 3D toshlarimizdan qilib berganmiz. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Shu reklama tagida qo'yib ketamiz. Ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Bitgan uylar ko'p. Mana shlaka blokmi, pena blokmi, xomg'ish, pishg'ang'ish, paxsa, hammasiga ketaveradi. Hamma devor bo'lsa bo'ldi. Sho'r devorlar hammasi plitkamiz orqasida qoladi. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarda qoliplar ham ishlab chiqaramiz. Kelib yotib o'rganib ketishlari mumkin.